Futbolchini yetishtirish bu uy qurishga o'xshaydi. Juda oddiy, to'g'rimi? Birinchi bosqich poydevor. Bu texnika. Texnika 7 yoshdan 14 yoshgacha shakllanadi. Agar shu davrda to'pni to'xtata olmasangiz, uzata olmasangiz, kechirasiz. Futbolchi bo'lish orzusi shu yerda tugaydi. Keyin birinchi qavat, jismoniy tayyorgarlik. Afsuski bu 14-17 yosh oralig'ida hal bo'ladi. Kuchlimisiz, tezmisiz? Ikkinchi qavat, fikrlash, ya'ni taktika. O'yinni anglaysizmi? To'pni olgach qayerga yurish kerak, nima qilish kerakligini bilasizmi yoki faqat tepib qutulasizmi? Va nihoyat tom. Bu 18-19 yoshda quriladi. Bu yerda savol bitta: muvaffaqiyatni qanchalik xohlaysiz? Shanba kuni yaxshi o'ynash uchun juma kuni diskotekaga bormaslikka tayyormisiz? Siz kulyapsiz, bilaman, siz borgansiz. Futbolchini yetishtirish bu uy qurishga o'xshaydi. Juda oddiy, to'g'rimi? Birinchi bosqich poydevor. Bu texnika. Texnika 7 yoshdan 14 yoshgacha shakllanadi. Agar shu davrda to'pni to'xtata olmasangiz, uzata olmasangiz, kechirasiz. Futbolchi bo'lish orzusi shu yerda tugaydi. Keyin birinchi qavat, jismoniy tayyorgarlik. Afsuski bu 14-17 yosh oralig'ida hal bo'ladi. Kuchlimisiz, tezmisiz? Ikkinchi qavat, fikrlash, ya'ni taktika. O'yinni anglaysizmi? To'pni olgach qayerga yurish kerak, nima qilish kerakligini bilasizmi yoki faqat tepib qutulasizmi? Va nihoyat tom. Bu 18-19 yoshda quriladi. Bu yerda savol bitta: muvaffaqiyatni qanchalik xohlaysiz? Shanba kuni yaxshi o'ynash uchun juma kuni diskotekaga bormaslikka tayyormisiz? Siz kulyapsiz, bilaman, siz borgansiz.